Assalomu alaykum barchaga. Bugun 21-yanvar 22:36. Haydovchilik guvohnomasini olishga yana bir qadam tashlaymiz birgalikda. Imtihon ilovasini yangi test 2026 degan prilojeniyasini yukladim telefonimga. Savollari yaxshi. Almashib yangi savollar tushyapti birgalikda. 20 ta test, 25 minut vaqtga qo'yib qo'ydim. Yechib ko'ramiz. Obuna bo'lishni unutmang, kuzatib boring. Qani boshladik. Harakatni boshlashdan avval shaharlararo avtobus haydovchilari nima qilish kerak? Xo'p, javoblarni o'qiymiz. Xo'p. Birinchi javob to'g'ri. Ikkinchi savolga o'tamiz. Xo'p, chorrahada harakatlanishning majburiy yo'nalishlari qaysi belgini ko'rsatadi? Majburiy yo'nalishlar belgilariga e'tibor beramiz. Xo'p, 4-chi javob to'g'ri. Xo'p, bu yo'l chizig'i nimani bildiradi? Javoblarni o'qiymiz. Xo'p, 3-chi javob to'g'ri. Xo'p, transport vositalari haydovchilari avtobus yoki trolleybusga yo'l berishi kerak. Xo'p, bunda aholi punktlardagi shu javob to'g'ri. Xo'p, endi 5-chi savol. Harakatlanishga ruxsat etilgan barcha transport vositalari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? Xo'p. Bunda birinchi javob to'g'ri. Xo'p. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berishi kerak? Avtomobil haydovchisi. Xo'p, 7. Xo'p. Ko'k avtomobil haydovchisiga qo'l o'tishga ruxsat etiladimi? Xo'p. Taqiqlanar ekan. Xo'p. Quyidagi qaysi suratda haydovchi avtomobilni qoidaga xilof ravishda to'xtab turishga qo'ygan? Xo'p, bunda to'g'ri javob. Xo'p, sirpanchiq yo'lda yurgizgich bilan tormozlashni qo'llash orqa uzatmali avtomobil uchun. Xo'p, birinchi javob to'g'ri. Xo'p. Bunda davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati ruxsatsiz transport vositalarini yuk bilan yoki yuksiz harakatlanishga qanday yuqori maksimal kenglikda yo'l qo'yiladi? Xo'p, bunda 2. Ikkinchi javob to'g'ri. Xo'p. Bunda qaysi avtomobil? Xo'p, qaysi avtomobil uchun bu belgilar ta'sir oralig'ida to'xtashga ruxsat etiladi? Xo'p. Bunda 4-javob to'g'ri. Xo'p. Bunda qaysi yo'nalishlar bo'ylab harakatlanishga ruxsat beriladi? Xo'p. Qaysi yo'nalishlar bo'ylab? Xo'p. Rasmga e'tibor beramiz. A va G to'g'ri. Xo'p, 13. Tibbiyot hujjati va o't o'chirg'ich bo'lmagan qanday transport vositasi foydalanish taqiqlanadi? Xo'p. Barcha yuqorida ko'rsatilgan javoblar to'g'ri. Xo'p. Chorrahada birinchi bo'lib qaysi avtomobil o'tadi? Xo'p, yashil avtomobil. Xo'p, bunda harakatlanish taqiqlangan. Xo'p, 2 javob to'g'ri. Qaysi transport vositasining haydovchisi chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi? Xo'p, avtomobil va avtobus haydovchisi. 17 javob. Xo'p. Ruxsat etiladi. Xo'p. 18-si. Menga harakat bo'ldi. 18-savol. Haydovchi harakatlanish boshlashdan oldin qanday amallar bajarish kerak? Xo'p. Harakat transport vositasining sozligini to'g'ri
jihozlanganligini tekshirish, harakatlanish boshlanish, xavfsiz bo'lishi, harakat boshqa ishtirokchilarga xalaqit. Shu javob to'g'ri. Xo'p, 19. Xo'p, umurtqa pog'onasining ko'krak sohasi shikastlangan. Jabrlanuvchi transport qanday bo'lishi kerak? Birinchi javob to'g'ri. Xo'p, hozircha 19 tadan oxirgi savolimiz qoldi. Bitta xato qildik. Shunga e'tibor berib qo'yamiz shu savolga. Yuk avtomobil haydovchisi quvib o'tish ruxsat etiladimi? Ruxsat etilar ekan, biz taqiqlanadi deb yozuvdik. Endi 20-savolda. Hozir 20 tadan, demak 19 tadan 18 ta topdik. 20 tadan 20-savol belgilaymiz endi. Xo'p, bunday tanish belgisi bilan belgilangan transport vositasi. Og'ir vaznli, yirik o'lchamli yuk tashuvchi, uzunligi yuk bilan yoki yuksiz 20 metrdan ortiq bo'lgan transport vositasi. Shu javob to'g'ri. Xo'p, ana 20 tadan 19 ta topdik. Albatta bu imtihondan o'tdi degani. Barchalarga shunday yaxshi natijalar tilab qolaman. Sizlar bilan Obozxon TV bo'ldi. Obuna bo'lib kuzatayotganlar uchun rahmat kattakon.